Nechinchi bolasi aka buni? Uchinchisimi? Onasi Toshkentga ketdi. Ya narx qancha tog'a? Bor baraka. Bor 13 million. Bor baraka. Baraka deydi. Ha baraka deydi. 13 million. Bir baraka deydi. Bor baraka. Chorva City, YouTube'dan ko'rasiz. 22 18 yarim so'radi. Bermadingiz-a? 14 litr suti. 14 litr suti bor. Aka bu. 3-bolasi, tushkizmaga qo'naji. Birinchi bolasi narxini aka. Buniki 3-bolasi. Qancha so'rayapsiz aka buni? Bunga 30 million deyapmiz, 25 million so'rayapti bozor. 30 million narx aytilgan, 25 million bozor qilibdi. Qancha? 8 ta suti bor. 8 ta suti bor. Uni qancha so'rayapsiz? Buni 20 millionga bermayapman. 20 million bermadingiz-a? Tomog'iga qarasalaring, chotki bo'la xudo xolos. Narx qancha aka? Narxi 25 deyapsiz, 18 so'rab turibdi. 25 million so'rayapsiz, 18 million bozor qildi-a? Qo'shganga berasizmi? Beramiz. Qo'shganga beriladi aka. Hammaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli yurtdoshlar. Sizlar bilan har doimgidek men Lazizbek do'stlar. Bugun haftani juma kuni biz Qashqadaryo viloyati Chem mol bozoridamiz. Ko'rib turibsizlar, katta mol, qora mollar qatoridamiz. Xudo xolisa chiroyli video obzor qilishga harakat qilamiz. Videoni oxirigacha ko'rib turasizlar. Kanalimizda yangi yo'nalish bo'lyapti do'stlar. Mol bozorida ham xudo xolisa narx-navolarni chiqarishga harakat qilamiz. Agar shunaqa mol bozorlarida, mollarda narxi qiziq bo'lsa, akalar, kommentariyaga yozib ketasizlar. Har hafta chiqarishga harakat qilamiz do'stlar. Ona bola sigir, buqalardan, ho'kizlardan chiqarishga harakat qilamiz. Like'lar bosib qo'yasizlar, ayamasdan akalar. Kanalga esa obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Bizda yana Chorva City degan kanalimizga ham yuklab boramiz. Ikkita kanalda videomiz chiqadi do'stlar. Bo'lmasa mana shu ho'kizlarimizdan boshlaymiz. Egalar ruxsat bersa, nomerlarigacha qoldirib ketamiz aka. Aka sizdanmi? Kimdan bu? Yaxshimisiz, charchamayapsizmi aka? Necha yosh aka bu? Aka buzoq aka. Buzoqmi? Necha oylik? 10 oylik bo'ldi. 10 oylik bo'ldi, ha? Birga kiryapti. Birinchi qo'yapti. Necha pul so'rayapsiz aka buni? Buni 17 millionga bermayapmiz. 17 millionga bermayapsiz. O'zi qancha so'rayapsiz? Bermayapman. Ha, tepasiga qo'shsa berasiz, ha? Qo'shib 18 bo'lsa beraman. 18 bo'lsa beriladi do'stlar. Hali yoshiga to'lmagan ho'kizchalardan so'ragan akalarimiz bo'lsa. Chorva City aka. Ana o'shini ham bor. Bo'ldi. Ikkalasi ham bir kishinikimi yo? Bir kishiniki. Ikkalasini ham olib, telefon nomerlarini keyin qoldiramiz. Qiziqqan aloqaga chiqarsa 17 millionga berilmagan, tepasiga gaplashamiz, deyapti. Bunisini ham ko'rsatib o'taman, keyin ikkalasini ham telefon nomerlarini qoldirib ketamiz. Aka, bu necha oylik, necha yosh bo'lgan? Buzoqmi? Hali do'stlar 1 yoshga to'lib to'lmagan buzoq ho'kizlardan so'raganlarga yaxshi holatda turibdi, mana ko'rib turibsizlar. Aka, buni qancha so'rayapsiz? Bozor narxi so'rayapti. 18,5. 18,5. Siz aytyapsizmi, bermadingizmi? Yo'q, bermadim. Bermadingiz-a? Tepasiga 18,5 millionga berilmabdi akalar. Qo'shganga berib yuboramiz deyapti. Telefon nomerlarini qoldiramiz. Aloqaga chiqasizlar. Mana egasini qidirib, bular ham bo'kirib yotibdi. Aka, telefon nomerini ayting. 99lik 666 96 48 raqamiga aloqaga chiqasizlar. Ismingiz kim aka? Sanjar akaga aloqaga chiqasizlar. Mol ko'pmi aka, yana bormi? Mol ko'p. Aloqaga chiqaverasizlar akalar. Ho'kizlar qiziq bo'lsa. Biz hozir bu tarafga ham o'tamiz. Ona bola sigirlardan hammasidan chiqarishga harakat qilamiz. Sotildimi, yo'qmi aka bu? Necha pulga sotib bo'lyapti? 15 millionga beryapsizmi, bermayapsizmi? Bermadingiz-a? Tepasiga 15 millionga berilmayapti do'stlar, bu ho'kizchamiz. Hozir savdosi bo'lyapti, baraka bo'lib ketsa, Xudo xolasa barakasini bersin. 15 million so'm so'ralgan ho'kizlarimiz. Bu tarafdan ona bola sigirlardan chiqaramiz akalar. Sog'im sigirlardan qiziqadiganlar bo'lsa
Endi bizda Lazvik avto kanalimizda ham ko'pchilik mol sotaman, mashina olaman, mashinani sotib mol olaman degan akalarimiz bo'ladi albatta. O'shalarning talablariga binoan. Aka zo'rmisiz, charchamayapsizmi? Bu nechinchi tug'im aka? Bu 5-chisi. 5-chisi ha? Qancha so'rayapsiz buni? 30 ham. 30. Bolasi o'qishchigan ha? Bolasi o'qishchi. 25 million. 5-chi tug'ishi akalar. 25 ga siz so'rayapsizmi, bermayapsizmi? Bozor 25 qildi ha? 26 bo'lsa beraveramiz. 26 bo'lsa berib yuborasiz. Suti qancha aka buni? 10 litr. 10 litr suti bor ha? 10 litr suti bor. Ho'kizchasi ham chiroyligana, zo'r ekan akalar. Ko'rishlaringiz mumkin. Mana shunaqa sog'imli sigir olaman degan akalarimiz aloqaga chiqasizlar. 25 millionga bermagan, tepasiga gaplashaveramiz deyishyapti. Telefon nomerini ayting aka. 99lik 590 85 88. Chorva City. Bo'ldi. Katta mana arzondan chiqaramiz. Qaysi bir? Mana shu sigirmi? Gapirib tursa seni. Qara uni. Gapirib tur. Aka nechinchi tug'imi bu? Ikkinchi bolasi ha? Ho'kizchami bolasi yo urg'ochimi? Ho'kiz. Ho'kizcha bolasi bilan 20 million deyapti. 20 million deyapsiz ha? 17,5 18 so'rayapti. Suti qanday aka buni? 6 litr suti bor. 6 litr suti bor. Bo'ldi. Bunisini ham chiqaramiz akalar. Yana bitta qora sigir bor ekan. Bu ham ona buli. Mana qorani, qononi. Necha hafta bo'ldi? Bir hafta bo'ldimi? Bir haftalik. Bir haftalik ha? Bir haftalik Angus ho'kizchalar bolasi bilan shunaqa qora bayir sigirlardan so'ragan akalarimizga. Suti qancha? 5-6 litrmi aka suti? Suti 10 ta suti bor, 10 ta. 10 ta bor ha? Ha, 10 ta bor buni. 10 ta bor akalar, bemalol Bizda kelib gaplashamiz. Keling. 30 million kami bor akalar. Aloqaga chiqasizlar. Akani olamiz. Buni qancha dedingiz? Buni 20 million. 20 million kami bor. Kami bor. Necha pulga bermayapsiz o'zi bozorda? 17,5 18 ga bermadi. 18 ga berilmadi. Telefon nomerini ayting. Chorva City. 99lik 99 569 18 77. 18 77. Aloqaga chiqasizlar akalar. Chorva City aka. Ona bola sigir so'ragan akalarimizga tayyor bolalari bilan bu tarafdan ham chiqaramiz akalar. Mana yana bitta ona bola sigirimiz. Aka nechinchi tug'imi bu? Bolasi nechinchisi? Ikkinchi bolasi. Qancha so'rayapsiz? 25 puli borga berasiz. 25 million bo'lsa beramiz deyapti akalar. Ko'rishlaringiz mumkin. Nima kanal aka bu? Chorva City. YouTube'da chiqadi. Bolasi urg'ochi ekan aka? Bolasi urg'ochi, mol ko'paytiraman degan akalarimiz bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Suti qanday aka buni? Bir ro'zg'orda obod qiladi. Bir ro'zg'orda obod qiladi. 4-5 litr sutlari bor akalar, bemalol. Telefon nomeri aytib qo'yasizmi aka, sotilmasa telefon qiladi. 99lik 664 0976. O'sa mol bozordan mollar ham shoxlashib ketyapti. Telefon nomerlarini agar eshitganlar bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Istonlardan ham chiqaramiz akalar. Mana yoshi katta, faqat iston bo'ladi. Savdo bo'lib turibdi. Mana sigirimiz akalar 25 million so'mga 25 million so'mga berilmayapti ekan. Buzoqchalari ho'kizcha. Savdosi bo'lib turgan joyi. Ona bola sigirlardan ko'rsatishgan. Chorva City aka.
Nechinchi bolasi aka buni? Uchinchisimi? Uchinchi bolasi. Chorva setidan aka. Bolasi irg'ochimi? Bolasi irg'och. Nech pul so'rayapsiz uni? 20 deyapman. Ularni 16 so'rayapti. 16 millionga bermayapsiz, ha? So'ralishi 20 million akalar, 16 millionga berilmayapti. Qo'shganga berasizmi 16 ga? 17 bo'lsa beraman. 17 bo'lsa berib berasiz, gap yo'q. Telefon nomerni ayting aka. 77lik 77lik 277 277 42 92. 42 92 raqamiga aloqaga chiqasiz. Ismingiz kim aka? Ismoil akaga aloqaga chiqasiz. Suti qancha aka buni? 10 litr suti bor. 9 ta 10 ta suti bor akalar. Ko'rishingiz mumkin. Buni 4 litr berman, 5 litr beraman. Jillari ham katta ekan. Gap yo'q aka, barakasini bersin. Davom etamiz akalar. Yaxshi paradali sigirlar chiqib qolsa, hozir video obzorini qilamiz. Videoni oxirigacha ko'raverasizlar. Boqilgan tayyor so'yishga akalar yokida mol qilishga so'raganlar bo'lsa, shunaqasidan. Tog'a sizdanmi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bu nechaga kirgan aka? 10 oylik. 10 oylik, ha? 10 oylik buzoq ekan-da, hali. Qancha so'rayapsiz? 20 million. Kami bormi? Kami bor. Bozorga nechaga bermadingiz? 18 millionga berilmadi. Badanlari zo'r ekan akalar. 18 million tayyordan so'raganlarga. Telefon nomerni aytasizmi, tog'a? Ha? Telefon yo'q. Gap yo'q. Bozorga kelasiz akalar 18 millionga xuddi shunaqa tayyor boqilganlardan turibdi. Mash buzoqchamiz bo'lsa savdo bo'lyapti ekan. Ho'kizcha. Ho'kizchamiz savdo bo'lyapti akalar mana. Narxida talashyapti. Bu taraflarda ham buzoqchalar bor. $8 million 200 ga bo'lsa berishmadi mana shu ho'kizchani. Buzoq nechi pul ekan, tog'a? Buzoq 25 million deyapman. 25 million? Onasi qayerga buni? Onasi Toshkentga ketdi. Ya narx qancha, tog'a? 25 million. Qoradan natib qo'yilgan. Tog'a ham hazillashdi shekilli, 25 millionga hech kim buzoq olmasa kerak. Gap yo'q. Shunaqa ham bo'lib turadi do'stlar bozorda. Aka bu tona necha oylik aka? Ya yoshga to'lganmi? Ha? 2 yosh aka. 2 yoshlik, ha? Hali tug'maganmi? Tug'magan, ha? Qancha so'rayapsiz aka? Qancha so'rayapsiz? 14 so'rayapti. 14 million so'rayapsiz. Bozor nechi qildi aka? 14 ga bermadingizmi? 14 ga bermadingiz, ha? Qo'shganga berasizmi endi? Shunday. Qo'shganga berasiz. Telefon nomerini aytasizmi? Ha? Telefon nomeri. Nomer aytaman. Ayting. 88 88lik 542 542 98 00 raqamiga aloqaga chiqasiz akalar. 14 millionga berilmabdi mana shu. Tona. Bu tarafdan ham chiqaramiz. Qanchadan aka bu buzoqni? 12 dedi. 12 dan so'rayapsiz. Bozor nechi qildi aka? 10 dan so'rayapti. Bermadingiz, ha? 2 bir joyga 20 ga bermadingiz. Qo'shganga berasiz. 24 bo'lsa berasiz. Tushmaysizmi bu narxidan? Ikkalasi bir joyga tushib berasiz, naqd bo'lsa, ha? Tushib berasiz, gap yo'q. Yaxshi xona so'ragan akalarimizga telefon nomeri aytasizmi? 97lik 586 2180 raqamiga aloqaga chiqasiz. 12 milliondan so'rab turibdi ekan. Ikkalasi bir joyga bo'lsa, yana narxidan tushib beramiz deyishyapti.
Do'stlar, navbatdagi ho'kizchalarimizdan chiqarishda davom etamiz. Aka, necha oylik bu? Ya yildan oshganmi? 1 yashar. 1 yashar osh. Nima bermayaptimi? 13 milyon. Bering aka, yaxshi narx Bor bo'pti. baraka 13 milyon. Aka, bering. 13 milyon. Nima bo'lsa tavakkanda bor baraka. Bor 13 milyon. Bor baraka. Bor baraka 13 milyon. Hozir buni ham ko'rsatamiz. Aka, qancha so'rayapsiz buni? Buni 15 kam bor deyman. 15 million kami bor, ha? 13 million 300 so'raydi. 13 millionga bermayapsiz. Telefon nomerni ayting aka. 94lik 94lik 337 337 87 80. 87 80 ha? Ha. Raqamiga aloqaga chiqasizlar. Ismingiz kim aka? Otabek akaga aloqaga chiqasiz. Mana shu qizcha qiziq bo'lsa. Mana bu qizchani 13 million so'mga bermayapti ekan akalar. Haga 13 milyon so'm bor baraka deydi. Ha baraka deydi. 13 milyon so'm. Bir baraka deydi. Bor baraka. Bor baraka topsin. Qancha yetmayapti 13 ga aka bu? Yirgin. 13 million so'mga berilmayapti akalar. Bir baraka deydi. Buni olmadikmi aka hali? Necha yosh aka bu? 1 yoshdan oshgan, ha? 1 yoshdan oshgan. Qancha so'rayapsiz aka buni? 16 million so'rayapsiz. 14 ga bermadingiz, 16 bo'lsa berasiz. Akalar, qanchalar go'shi bor taxminan aka? 100 dan oshadimi? 100 dan oshadi. Ho'kizga qiziqadigan akalarimiz qop qorasidan aloqaga chiqasizlar. 14 millionga berilmayapti. Tepasiga savdolashaverasiz, savdosi bor. Telefon nomeri aytasizmi aka? Qaysi kanalda chiqar ekan bu? Chorva Cityda aka. Chorva City, YouTube'dan ko'rasiz. Nomer aytingizlar, men qiziqqanlar telefon qiladi uyda. 91lik 91lik 460 460 75 75 37. 37 raqamiga aloqaga chiqasiz. Mana shu qizcha qiziq bo'lsa. Do'stlar, davom etamiz bo'lmasa, bu tarafda ham ona bola sigirlarimiz bor ekan. Hammasini to'liq hozir narx-navolar bilan, syomkalar bilan chiqaramiz akalar. Videoni oxirigacha ko'rayotgan akalarimiz like dayamasdan bosib qo'yasizlar. Aka, bu sotilmami hali? Qancha so'rayapsiz aka buni? Zo'rmisiz? Oybek aka. Narx qancha aka buni? Narx 22 million. Urg'ochigana bolasi. Hali 2-3 kunlik bolasi bilan urg'ochi do'stlar. Nechinchi tug'im aka bu? Hozir egasidan so'ramiz, akamiz yoqda ekan. Aka, bu nechinchi bolasi? Zo'rmisiz? Qanday qurgan? Nechinchi bolasi? 3-bolasi, ha? 20 million dedingizmi? 22 mi? 22 milyon 18,5 milyon so'raydi. 22 18,5 so'radi. Bermadingiz, ha? 14 litr suti bor. 14 litr suti bor. Telefon nomeri ayting aka, telefon nomeri qiziqqanlar telefon. 94lik 546 546 68 18. 68 raqami. Buni onasi ham bormi aka? Onasi edi shu. Onasi shved. O'zimda aytdim. Bolasi so'ragan, ha? Bunda bu zotda tashkadim. Bu qizcha bolasi do'stlar, mana shunaqa. So'rada mana bu onasi akalar. Nechinchi tug'im aka bu? Bolasi 3-bolasi. 3-bolasi, ha? Nech pul so'rayapsiz? 27 so'rayapti. 27 million siz aytyapsiz, 23 million bozor qildi. Bermadingiz, ha? Yo'q, asosdas bo'lyapti. Hayır. Qo'shsa berasizmi endi? Beramiz, o'zigami qo'shsamaymiz. Ko'ramiz do'stlar. Savdosi bo'lyapti ekan, mana shu yerdagi Chorva City aka. Bolachasiga gap yo'q ekan. O'qishcha aka, O'qishcha bolasi mana ko'rsatib qo'yamiz.
Buni savdosi o'zi pishib turibdi degan akalar. Shuning uchun telefon nomerlarini olib bermaymiz. Chunki akamizni ham bezor qilib yubormasin. Egizmi aka bu bolasi? Yo'qdami? Nechinchi bolasi aka bu? 3-bolasi, tushkizmaga qo'najin. 1-bolasi narkin aka. Buniki 3-bolasi, ha? Qancha so'rayapsiz aka buni? Bunga 30 million deyapmiz, 25 million so'rayapti bozor. 30 million narx aytilgan, 25 million bozor qilibdi. Sut qancha aka buni? 10 ta sutga beryapti. 10 ta sutga berilyapti. Yo'qlaga. Men nuqta qo'ying. Buni onasi qaysi, qorami? Qara qo'najin. Bizda mana shu qora g'unajin. Birinchi tug'ishi hali. Tish buzgani yo'q hali. Birinchi tug'ishi. 20 millionga bermayapti. Bolasi urg'ochimi, o'qichami? Urg'ochi. Bolasi urg'ochi akalar, men ko'rib 20 turibman. millionga bermayapti. Necha kunlik aka bu? Bu hali 4 kun bo'ldi. 4 kunlik, a? Uni suti qancha? Suti 8 ta suti bor. 8 ta suti bor, a? Uni qancha so'rayapsiz? Buni 20 millionga bermayapman. 20 million bermadingiz, a? 20 million berilmadi akalar. Hali birinchi tug'im. Telefon nomeri aytib qo'yasizmi aka ikkalasiga? 93lik 422 422 38 38 raqamiga aloqaga chiqasiz. Ismingiz kim aka? Ismim Musulmon. Musulmon akaga aloqaga chiqasan. Mana shu ikkita ona bola sigir qiziq bo'lsa, narxlarni xohlagan turdan topib beramiz. yana boshqa ona bola sigirlar bo'lsa ham topib beraveramiz deyishyapti. Bolasidan qizg'onyapti bo'lsa. Gap yo'q aka, savdoyingiz bersin. Aloqaga chiqasizlar bo'lsa, qiziq bo'lsa. Chorva Citydan chiqadi aka. Ha. Bemalol aloqaga chiqib, gaplashib olaverasizlar. Bu taraflarda ham do'stlar savdosi bo'lyapti mollarni. Hozir bu yerdan ham qo'ldan kelgancha ko'rsatishga davom etamiz. Aka, assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Nechinchi bolasi aka bu? 4-bola. 4-bolasi, ha? Urg'ochimi? Urg'ochi. Urg'ochi 4-bolasi. Sut qancha aka buni? 8 litr. 8 litr bir ro'zg'orda obod qiladi, ha? Gap yo'q. Yeb ichishda muammo yo'qmi? Yeb ichishlari yaxshi akalar. Tomog'iga qarasarang chotki bo'ladi, xudo xohlasa. Narxi qancha aka? Narxi 25 deyapsiz, 18 so'rab turibdi. 25 million so'rayapsiz, 18 million bozor qildi, ha? Ha, Qo'shganga berasizmi? beramiz. Qo'shganga beriladi akalar. Telefon nomeringiz bo'lsa aytib qo'ying aka. Telefon nomeri bor. 90lik 90lik 676 676 1549. 1549 raqamiga aloqaga chiqasizlar. Gap yo'q aka, savdoyingiz bersin. Bugungi video roligimizda do'stlar, ona bola sigirlar, mol aytyaptim. Ona bola sigirlarni ko'proq oldik akalar. Qiziqqanlar aloqaga chiqaverasizlar.